Assalomu alaykum hurmatli informatika fani o'qituvchilar. Bugun biz xalqaro sertifikatning birinchi moduli Computing Fundamentals birinchi modulni ko'rib chiqamiz. Birinchi modulda biz 2013-yilda bazani ko'ramiz. Bu hozirda ko'proq tushayotgan savollar 2016-yilning bazasining savollari, ya'ni Office 2016dan ko'proq savollar tushadi. Bu savollarni to'liq screenshotlarini va savollar haqidagi tavsiflarni mening Telegram guruhimga tashlab boraman. Bu guruhga a'zo bo'lish uchun men bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, biza ko'rib boshlaymiz. 10 ta savol ko'ramiz hozircha. Xo'p, demak, savollarni biz savollarni tushunishimiz uchun qisqa tarjimalar qilib olishimiz kerak. Ya'ni tarjimani qanday qilamiz? Men Telegram guruhimga har bir modulning kalit so'zlarini tashlab ketaman. Ya'ni bu kalit so'zlarni bilish orqali savollarni oz bo'lsa-da tushunishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun which, zeri qaysi 3 ta deyilgan. Bu 3 ta rost. Mana bu telefon, mobil telefon haqida rost qaysi 3 ta ma'lumot rost degan savol bu. Shu ma'noda keladigan savol. Endi savolni tushunib oldik. Biza oz bo'lsa-da endi bu javoblarni tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, demak, rost qiymatlar mobile phones cannot make rev without sim karta, ya'ni sim kartasiz ishlatib bo'lmaydi. Telefon qilib bo'lmaydi sim kartasiz. Xo'p, demak, keyingisiga o'tamiz. Internet data plansiz, ya'ni tarif rejasiz internetga ulanishning iloji yo'q. Bu you can resend make calls for free. Telefon qilishlar tekin deyilgan. Demak, bu rost qiymat emas. Rost emas. Bu ham rost emas. Bu yerda ham SMS yuborish arzonmi degan shu ma'nodami berilgan. Hozir tarjima qilib ko'ramiz. Barcha uyali aloqali tariflar SMS xabarlarini o'z ichiga oladi. Yo'q. Ayrimlari olmasligi mumkin. Demak, mana bu data plan, ya'ni tarifimiz bizani hamma joyda ham ishlashiga kafolat berilmaydi. Next'ni bosamiz. Demak, keyingi savol what komponent, qaysi komponent bu yerda telefonda, ya'ni simsiz telefon, simsiz planshet deyilgan. Bu yerda simsiz planshet va smartfonlarda aloqani ta'minlaydi deyilgan. Biz sim kartani tanlaymiz bunga. Chunki bu yerda aloqani ta'minlovchi qurilmasi, device qurilmasini so'ragan. Sim karta qurilmasi. Demak, what tarif list two, mana bu yerda ikkita tanlang deyilgan, ya'ni two types. Qaysi aloqa turi hozirda mobil telefonlarda mavjud? Ikkitasini tanlashimiz kerak. Mana shu 3G bilan 4G aloqa turi mavjud. Keyingi savolga o'tamiz. Which qaysi, ya'ni which of the boshlandimi, qaysi kiradi deyilgan. Bu yerda networks sizni connection bog'lash, your enable tablet, ya'ni sizning simsiz telefoningizda internetda kamroq xarajat qilish uchun, ya'ni megabaytni kamroq sarflash uchun nima qilish kerak degan savol berilgan. Bu yerda public wireless networkdan foydalanamiz, chunki bu ochiq internet tarmog'i, ya'ni Wi-Fi ga ulash orqali xarajatlarni kamaytirishimiz mumkin. Savol shu haqida. Keyingi savol what nima, tablet, ya'ni bu yerda planshetning kompyuterga nisbatan kamchiliklarini so'ralyapti. Mana limitation what is, mana laptop, kompyuter. Planshetning, tabletning notebookga nisbatan kamchiliklarini so'ramoqda. Some application will
not install. Ya'ni office dasturlarini ko'pgina ilovalarni ishlatib bo'lmaydi planshetda. Bu yerda bizdan so'ralgan which to qaysi biznes turi, which to qaysi ikkita biznes turi Wi-Fi ishlatishi qulayroq va simsiz telefonlarga nisbatan Wi-Fi ishlatishi yaxshiroq degan savol beryapti. Ya'ni kamroq pul sarflaydi. Bizda Wi-Fi ishlatishi mumkin bo'lgan ikkita biznes turini tanlashimiz kerak ekan bunda. Bu savol o'zgarib ham keladi. Bu yerda qaysi Wi-Fi ga nisbatan, ya'ni simsiz telefon, simsiz planshet ishlatilishi to'g'ri deb ham savol keladi. Bu yerda to'g'ri javob 3 ta variantli bo'ladi u vaqtda. Xuddi shu savolning teskarisi. Bu yerda faqat Wi-Fi qulayroq qaysi biznes turiga degan deb tushunishimiz mumkin. Bizga qulayroq doimiy bir joyda ishlaydigan biznes turlariga, small restoranga va crossing store, ya'ni sotuv do'koniga qulayroq. Bu gul yetkazib berish xizmati, real estate agent, ya'ni ko'chmas mulk agenti, gilam tozalash biznesi ekan bu oxirgisi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Bizga mana shu ikkitasi to'g'ri keladi. Doimiy bir joyda ishlagan sababli bunga Wi-Fi ishlatish qulayroq. Ko'rib turganingizdek, savollarni tushunib olsak, javoblarini topish qiyin emas. Shu sababli kalit so'zlarni ko'proq yodlashimiz kerak bo'ladi. Siz yangi telefon olmoqdasiz deyilgan bu yerda va eski telefonda nimalarni tozalashingiz kerak, nimalarni olib qolishingiz kerak. Siz oldingi telefoningizdan ikkita variantni tanlashingiz kerak ekan. Choose two, ya'ni ikkita variant tanlang deyilgan. Biza tanlashimiz birinchi sim kartani olib qo'yishimiz kerak. Sim kartani olib tashlashimiz. Memory kartni bu yerda o'chirmasligimiz kerak deyilgan bu yerda. Bu yerda device, ya'ni factory reset, zavod sozlamalariga qaytarishimiz kerak. Mana shu ikkita ishni bajarishimiz kerak bo'ladi. Demak, siz qaysi 3 ta ishni qilsak, simsiz planshetda, simsiz planshetda 3 ta ishni bajarsak, ko'p ma'lumot turi sarflar ekanmiz. Demak, ko'p megabayt sarflash so'ralmoqda bu yerda. Choose seriya 3 ta ishni bajarsak, bizda ko'p megabayt sarflar ekanmiz. Bularni bajarmaslik tavsiya qilingan. Bizda bular qaysilar? Upload severely HD videos, ya'ni HD videoni yuklasak, nimaga birorga yuborish, ya'ni internetga yuklash upload. Audio kitob eshitsak yo'q. Facebookda qolsa ko'p ketadi va watch stream movies, ya'ni onlayn kino ko'rish yoki onlayn stream ko'rish ko'p. Edit PowerPoint slide yo'q, bunga megabayt sarflanmaydi. Demak, 3 ta mana shu 3 ta holat ko'proq megabayt sarfiga, xarajatlar sarfiga olib keladi. Keyingi savolimiz internet fast free stable connection in network. Asymmetric connection internet using which series methods. Bu yerda smart telefonimiz internetga
ulash mumkin bo'lgan 3 ta usulni so'rayapti metod. Freeze internet but freeze your home connection network. Demak, siz telefoningiz orqali internetga kirmoqchisiz, brauzer orqali internetga kirmoqchisiz. Telefoningizni connection, ya'ni internetga ulashning 3 ta usuli so'ralgan bu yerga. Bu yerga data plan from kelur, ya'ni tarif rejasi sotib olinish orqali, mobil WhatsApp orqali, Wi-Fi orqali kirishimiz mumkin. Mobil WhatsApp orqali biror bir qurilmadan internet tarqatib kirishimiz mumkin. Mobil app bu yerda noto'g'ri javob. Demak, 3 ta to'g'ri javob tanladik. Demak, keyingi savolimiz you are buying a new telephone. Ya'ni yangi telefon. Bu savolni tarjima qila olmadim. Xo'p, bu savolni tarjima qilib olamiz. Sizni yangi telefon sotib olmoqdasiz, lekin siz eng mos keladiganini bilish uchun ba'zi modellarni solishtiryapsiz. Oddiy uyali telefon bilan qila olmaydigan smartfon bilan qanday ikkita narsani qilishingiz mumkin? Demak, ikkita narsani dokument mana shu ikkita to'g'ri javob bo'lsa kerak menimcha. Internetga kirish, xo'p, va dokumentni tahrirlash smartfon bilan. Ya'ni bu simsiz telefon bilan qilib bo'lmaydigan ish. Bu ikkitasi. Mana javob to'g'ri ekan. Demak, bu yerda liniya so'ralgan. Xo'p. Ish joyida simli telefondan qo'ng'iroq qilmoqchisiz. Tashqi liniyani olish uchun qaysi raqamni bosish kerak? Tashqi liniyani. Bu savolda bilmadim javobini. 9 ni bosish kerak ekan. Demak, qaysi 3 ta ovozli xabarni qoldirishda qaysi 3 ta elementlarni, ya'ni 3 ta narsani qoldirishimiz kerak. Ism familiya qoldirilishi kerak. Xo'p. Maqsadi va telefon nomeri. Bu yer nima maqsadda telefon qilayotganligi va telefon nomerini qoldirish kerak. Qachonki biz yuborayotgan SMS MMSga aylanadi. Buning uchun bu yerda mana shu shart bajarilsa MMSga aylanadi menimcha 160 ta belgidan oshgandan so'ng. Demak, oxirgi savolimiz 15 ta savol ko'ramiz. Demak, oxirdan ikkinchisi ekan bu. 3 ta variantda biz Skype dan foydalanishimiz so'ralgan. Skype with video. 3 ta vaziyatda. Bu yerda intervyu olishda, ishga olishda, ya'ni ishga kirishda, intervyu olishda Skype dan video qo'ng'iroqdan foydalanishimiz mumkin. Change settings smartwatch, ya'ni biror narsani ko'rsatishda, bu yerda smart soatni tuzatishni ko'rsatishda foydalanish mumkin ekan. Ovqatlanishga chaqirishda deyilgan bu yerda va mitinglarda. Bu ovqatlanishga chaqirishda video qo'ng'iroqdan foydalanish to'g'ri javob emas. Va bu yerda qaysi 3 ta
Voice, ya'ni bildirishnoma. Telefonni 3 ta bildirishnomasi so'ralgan. Notifications 3 ta bildirishnomasi bizada vibratsiya, telefonning fonari yoqib o'chirilishi va ovozi. Sound qo'shiq orqali bildirishnoma berish mumkin. Bu yerda fax, xatto javob faqat belgiladik va bo'ldi. Biza demak 15 ta savol ko'rib chiqdik. Qolgan savollarni, skrinshotlarni va video yechimlarini Telegram guruhimizga kirib olishingiz mumkin. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.